O'sha yoqqa olib kelganlarida ham bir anaqasi bor-da, shu sababi bor. Shu akasi menda qarzlari bor edi. Katta qarzlari. Shu yetim notuvdilar sizga. Shu uyga kreditga qo'yib, qarzni to'layman degandilar. Akam hammasidan xabardor degandilar ukam. Nima deysiz? Shu uyni kreditga qo'yib, qarzni beraman degandilar. Sizni xabaringiz bor ekan bundan. Shu uyda. Shu. Ana uyda. Shu. Hasanboydagi uyda. Andindagini ben. Ben şimdi dedim. Otuz. Zabihullah. Zabihullah. Aka. O'zingiz ketasizmi yo? Kimdir quvlab uygacha olib borib tashlab qo'yish kerakmi? Yo'q. Agar quvlash kerak bo'lsa, pichog'im bor, yomon quvlayman-da. O'zim ketaman. Bor bu yerda yo'qol! Ha bu yerda yo'qol dedim. Senlar otib bergan qiyoningni! Uyni qo'yib kredit olarmish.